Ikki xonali uyimizni 4-etaj, 4 etajli qavatli binomizda bizda sotilyapti. Общий maydonimiz 50 kvadrat, uy egalari 57 ming $. Bu boshlang'ich narxda so'rashyapti. Albattagina kelishiladigan joylari bor. Manzilimiz Yunusobod 15-kvartal, metro Turkistonning oldida. Lokatsiyamiz zo'r. Maktab, bog'cha, targov komplekslarimiz hamma narsa atrofimizda bor. Keling, asosiy eshikdan kirishni boshlaymiz. Podyezddan kirishimiz bilan bizda uzungina prixochkamiz mavjud. Bu tarafimiz bizda samo'jollarimiz alohida, birinchisi bizda hojatxona, keyingisi bizda uje hammom. Kafelari yaxshi holatda turibdi. Shu bilan biz zalga kiramiz. Zalimiz 315 ga 520. Zal remont holatlari top-toza, akkuratni kirib yashaydigan. O'ng tarafga kiradigan bo'lsa bizda spalni, oldi-orqa reshotkalari mavjud. Ikki xonamiz 3 xona переделка qilingan, oshxona balkonga ko'chirilgan va oshxonaning o'rnini yana bitta детский xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Shu bilan biz balkonga chiqamiz. Lojjamiz 1,5 ga 6 metr, chap tarafimizda встроенный kuxna garnituralarimiz mavjud. 50 kvadrat 57 ming boshlang'ich narxda albatta kelishiladi. Shu uyni siz xarid qila olasiz. Uyimizga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Telefon raqamlari sanada aloqaga chiqasiz.